Qadr kechasida 4 ta amalni qilmasdan uxlamagin. Nima amallar ya Allohning rasuli? Hammamizga tegishli shu narsa. Birinchisi Qur'oni Karimni bir marta xatm qil. Ikkinchisi barcha payg'ambarlarga qiyomat kuni o'zingga shafoatchi qil. Uchinchisi barcha musulmonlarning roziligini topgin. To'rtinchisi haj va umra qilgin. Shularni aytganlardan so'ng ey Allohning rasuli, otam onam sizga fido bo'lsin. Menga shu 4 ta amalni bajarmay uxlamasligimni aytdingiz. Lekin shuncha amallarni bir kechada qila olmayman. Bularni yo'lini ko'rsating. Shunda Rasululloh tabassum bilan menga javob berdilar: "Ey Oysha, aytgan amallarim sendan hech qanday kuch talab qilmaydi. Birinchisi 3 marotaba Ixlos surasini o'qisang, ya'ni Qul huvallohu ahadni o'qisang, Qur'onni xatm qilganchalik bo'lasan" dedilar. Ikkinchisi menga va boshqa payg'ambarlarga salovat aytsang, bizlar senga qiyomatda shafoatchi bo'lamiz. Uchinchisi mo'min birodarlaring uchun Allohdan afv tilasang, ularni hammasini rozi qilgan bo'lasan. Undan keyin subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billahil aliyul azimni aytgan odam haj va umra qilganni savobiga ega bo'ladi dedilar. Mana shu Qadr kechasida. Endi Qadr kechasi o'qiladigan namoz bor, 4 rakatli namoz. Bu namoz qanaqa qilib o'qiladi? Birinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Qadr surasi. Ikkinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. Uchinchi rakatda ham sura Fotihadan keyin 3 marotaba Inna anzalna Qadr surasi. To'rtinchi rakatda ham Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. Mana shularni aytganimizdan keyin va 100 marotaba Qadr surasini o'qishlik, 100 marotaba Alam nashrah surasi. Mana shu narsa duolar o'qiladi va o'qiladigan 100 marta Qadr duosi bor. Allohumma innaka afuvun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya'ni Alloh o'zing kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Meni ham gunohlarimni o'zing kechirgin degan mazmunda mana bu duolar o'qilishi kerak ekan. Qadr kechasi qiladigan ibodatlarimiz mana shulardan iborat.